Assalomu alaykum matematika prime kanali a'zolari. Bizda keyingi misol hisoblang deyapti. Bizda kosinusli ifoda keltirilgan. Buni hisoblashimiz kerak. Bizda iloji boricha men maydalab tushunarliroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Bizda aytilgan kosinus qoida borda, kosinus pi taqsim pi, mana bu pi bizda o'zgarmas. Shunda kosinus pi minus x tenglik minus kosinus x ga teng. Bizda mana bu ximiz o'zgaruvchi, ximiz har qanday son bo'lishi mumkin. Kosinusni oldidagi ifodaga qarab o'zgaraveradi. Pi lekin hech qachon o'zgarmaydi. Pi har doim turadi. Keltirib chiqarishda ham biz hozir birinchi bo'lib mana buni shu formula orqali keltiramiz, qulaylashtiramiz. Shunda kosinus teng bo'lyapti kosinus 2 pi taqsim 7 emas, teng bo'lyapti. Formulaga qo'yamiz. Kosinus pi har doim yoziladi. Keyin mana bu ximizni aniqlab olishimiz uchun pi dan qanday sonni ayirib tashlasak 2 pi taqsim 7 hosil bo'ladi. O'shanda x bo'ladi. Buni kalada hisoblaydigan bo'lsak, amayli kalada emas, tenglama qilib yechadigan bo'lsak ham, tenglamada pidan ayiramiz, x da teng bo'lsin 2 pi taqsim 7. Bu sonimiz necha bo'ladi? Ximiz bu yoqqa o'tsa, ximizni bu tarafga o'tkazsak, joylarni almashtirsak shularni, pi minus 2 pi taqsim 7 teng bo'lyapti ximizga. Bizga x kerak edi. O'maxraj beradigan bo'lsak, mana 7 o'maxraj bersak, 7 pi minus 2 pi taqsim 7 tenglik x. Aytiladigan bo'lsak, 5 pi taqsim 7 5 pi taqsim 7 tenglik x. Demak biz mana bu ximizni o'rniga mana bu ximizni o'rniga 5 pi taqsim 7 ni qo'ysak, mana 5 pi taqsim 7 ni qo'yadigan bo'lsak, buni aytalasak yana xuddi shu holatga keladi. Endi shu narsaga yozib olamiz. Hozir mana bu narsani kattalashtiray, keyin mana bu yozganimni bundayroq qo'ysamchi, mana bu yoqqa olib kelib qo'ysam chiroyliroq bo'ladi. Mana pi mana buni bu yoqqa yozdim. Kattaroq ko'rinishda olsam. Endi misolga qaytamiz. Bizda necha javob chiqdi? 5 pi taqsim 7 yozamiz. Endi mana bu tepadagi formulaga qarasak, mana bu xni yana shu kosinus x deb yozamiz. Mana buni kosinus 5 pi taqsim 7 yozamiz. Lekin oldiga minus yozarkanmiz. Bu narsa bilan kosinus nechidirimiz, mana bu ifodamiz teng ekan. Bundan kelib chiqadi.
bundan kelib chiqadi. Bundan kelib chiqadi. Minus kosinus 5pi taqsim 7 kelib chiqadi. Demak, bizda mana bu ifodamiz, mana bu ifodamiz bilan teng kuchli ekan, teng ekan. Endi xuddi shu holda hammasini yozib chiqaramiz. Bunaqa misollarni juda ko'p ishlayvergandan keyin odamga yod bo'lib ketadi. Bilmagan odamlar men hozirgi videoni ko'rib bunaqa misollarni kanalga tashlang deb izohda yozsangiz tashlab qo'yaman. Ko'proq ishlasangiz yod bo'lib qoladi, kalada ishlab tashlaysiz. Endi bizda keyingisi kosinus 4pi taqsim 7. Kosinus 4pi taqsim 7 ni kosinus 4pi taqsim 7 ni qanday yozsak bo'ladi? Kosinus 4pi taqsim 7 ni minus kosinus birdan yozib ketyapman. Minus kosinus 3pi taqsim 7 deb yozsam bo'ladi. Endi mana shu ifodamiz, mana bu ikkita ifodamiz bir-biri bilan teng kuchli, hozir teng bo'ladi. Endi keyingi ifodamiz kosinus 6pi taqsim 7 imiz teng bo'lar ekan nechiga? Minus kosinus pi taqsim 7 ga. Biz kelib chiqardik hammasini formula bo'yicha. Bizda mana narsamiz hammasi keltirib chiqardik. Endi bitta identitetimizni aytib ketishim kerak. Bu juda mashhur. Hamma kosinus, sinus ishlaydiganlar buni ham bilishi shart. Bizda aytilgan, men chekkadan yozib ketaman. Bizda aytilgan kosinus nechida pi taqsim 7 plus kosinus 3pi taqsim 7 plusda kosinus 5pi taqsim 7 emas teng bo'ladi 1 taqsim 2 ga. Bu narsamiz xuddi qoidadek qilib yodlab qo'ying. Bu narsa juda ko'p kerak bo'ladi. Bu ifodamiz har doim 1 taqsim 2 ga teng. Endi biz mana bu keltirib chiqardik, mana bu masalan qo'shib yozamiz. Birgalikda qo'shib yozamiz. Qo'shib yozadigan bo'lsak, pastdan yozaman. Minus kosinus pi taqsim 7 minus kosinus 3pi taqsim 7 minus kosinus 5pi 3 qo'shib qo'y. 5pi taqsim 7 emas nechiga tengligini so'rayapti. Hozir bizda mana bu ifodamiz bilan mana bu ifodamiz teng kuchli, teng. Hozir buni ham javobi bir xil chiqadi, buni ham javobi bir xil chiqadi. Endi biz bunga qaraydigan bo'lsak, mana bu narsamiz xuddi mana bu yozgan ifodamni faqat minus 1 ga ko'paytirilganligi ko'rinishida. Endi mana bu hamma ifodamizdan minus 1 olib chiqaman. Men minus 1 olib chiqadigan bo'lsam, minus olib chiqadigan bo'lsam, qavs ichida kosinus pi taqsim 7 plus kosinus 3pi taqsim 7 plus
kosinus 5 pi taqsim 7 nimaga teng deyapti. Endi mana pastga yozaman. Endi bizda mana bu ifodamiz bu ifodamiz 1 taqsim 2 ga teng deyotgan bo'lsa, mana bu tepadagi indentimizda aytayapti, 1 taqsim 2 ga teng deyapti shu ifodamiz. Endi yozamiz, shu narsani o'rniga 1 taqsim 2 ni yozamiz. Minus 1 taqsim 2 teng minus 1 taqsim 2 ga teng. Men hozir mana bunda mana bu ifodamni o'rniga 1 taqsim 2 ni tepadagi mana 1 taqsim 2 ni yozib qo'ydim. Tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu javob B javobda berilgan. Assalomu alaykum matematika prime kanali a'zolari. Bizda keyingi misol tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini toping deyapti. Shunda bizda mana bu ifodani bergan. Bu ifodada bizda juda bir qiynaydigan joylari mana bu va bu. Bularda eng oson usuli men aytaman, belgilash usuli. Hozir men buni qulayroq usulga ko'rinishga keltirib olsam, quyidagicha bo'ladi. X plus 3 taqsim x minus 1 ning qaus kvadrati plus 14 plus ko'paytirilgan. Mana bu ifodamizda bilan bu ifodamizni bu ko'rinishda yozaman. X minus 3 taqsim x plus 1 keyin ko'paytirilgan x plus 3 taqsim x minus 1. Shunda keyingisini xuddi shu ko'rinishda yozib olaman, keyin tushuntiraman. Nima yozganimni x minus 3 taqsim x plus 1 ning qaus kvadrati teng 0 ga. Bizda mana bu ifodamiz bu ifodamiz bilan bu ifodamiz teng. Demak, biz belgilash kirisak, mana bu narsani nimadir deb belgilasak, bu ham nimadir bo'ladi. Masalan, buni a deb belgilasak, buyimiz ham a bo'ladi. Shunda bizda yanada ko'zga qulayroq va ishlanishi osonroq bo'lgan yo'l kelib chiqadi. Xuddi shunday qilib yechamiz. Mana bu ifodamizda a deb belgilayman. Mana bu ifodamizda b deb belgilayman. Shunda mana bu birinchi kelayotgan ifodamiz, mana bu nimaning kvadrati bo'ladi? Albatta b ning kvadrati plus 14 ko'paytirilgan AB minusda 15 ko'paytirilgan a ning kvadrati teng bo'lyapti 0 ga. Buni ko'paytiruvchilarga ajratsa bo'lar ekan. Buni ko'paytiruvchilarga ajratsak bunday bo'ladi. Ajratish b kvadrat yozamiz. Keyin biz mana bu narsani bittasini olamiz. A kvadratni bittasini olamiz. Mana bu oldiga yozib qo'yamiz. Keyin qolganini yozaveramiz. AB minus 14 a kvadrat teng bo'lyapti 0 ga. Shunda biz mana bu ifodamizda ko'paytiruvchilar aytadigan bo'lsak, b minus a b plus a. Keyingisidan 14 olib chiqadigan bo'lsam, plus 14 olib chiqadigan, 14 a ni olib chiqadigan bo'lsam, b
minus a qolar ekan teng 0. Ikkalasida ham mana b minus a bor. O'shaning uchun bir xil ifodan olib chiqamiz. B minus a qolar ekan b plus a plus 14a teng ekan 0 ga. Shunda b minus a b a'larimiz qo'shilsa 15a ni beradi. B plus 15a teng 0. Bizda b ni topadigan bo'lsamiz, b imiz a bo'lar ekan, b imiz teng bo'lar ekan minus 15 ga. Biz b larni topib oldik. B bilan a ning a ga bog'liqlik qilib oldik tenglamamizda. Endi biz mana a imizni nima deb belgilagan bo'lsak, mana bu ifodamizda a ning o'rniga a larning o'rniga olib kelib qo'yamiz. Mana b imizni nima deb belgilagan bo'lsak, mana b larning o'rniga olib kelib qo'yamiz. Shunda javob chiqadi bizda. Qo'ysak mana x plus 3 b imiz minus 1 b imiz shu narsaga teng ekan a imiz minus 3 taqsim x plus 1 ga teng. Endi bizda xossa bor edi. Buni bunga ko'paytirsak, baribir tenglik sharti qanotlantirilaveradi. Shunda biz shuni ko'paytirib ko'ramiz. X ning kvadrati plus 4x plus 3 teng bo'lyapti x kvadrat minus 4x plus 3. Shunda bir xil ifodalar qisqarib ketadi. Bu bilan bu. Shunda bizda qolyapti mana masalan bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsam 8x teng bo'lyapti 0 ga, x teng ekan 0. Biz x ni topib oldik. X ni topdik. Topganimiz nima degani? X ning bitta qiymati. Bizda hali yana bitta joyi bor edi. Biz faqat mana buni o'zini ishlab qo'ydik. Endi biz esa mana buni ham ishlashimiz kerak. Shunda x larning barcha qiymatlari chiqadi. Shuni qilib ko'ramiz. Mana bu yerdan yozib ketaman. Mana bu yoqqa strilga qo'yib qo'ying. B imiz nimaga teng edi? X plus 3 taqsim x minus 1 teng ekan minus 15 ko'paytirilgan x minus 3 x plus 1. Yana boyagi xossani ishlatamiz. Boyagi xossani ishlatsak, x plus 3 ko'paytirilgan x plus 1 teng bo'lyapti minus 15 ko'paytirilgan x minus 1 x plus 1 plus minus 3. Mana endi buni ishlaymiz. Ochiq qilib ishlasak oddiy bo'lib qolsa kerak deb o'ylayman, yana bilmadim. X kvadrat plus 4x plus 3 teng bo'lyapti. Bu mana bu ifodamizning qiymati minus 15 ko'paytirilgan x ning kvadrati minus 4x plus 3 ga teng bo'lyapti. Endi yana ham ochish qayeramiz? X kvadrat plus 4x plus 3 teng bo'lyapti minus 15x kvadrat plus 60 plus 60x
minusda 45 ga teng. Endi biz hamma ifodani mana bu ifodamiz polnisti, mana polnisti shu ifodamizni tenglikni bu tarafga o'tkazamiz. Shunda bizda qolar ekan bo'larkan hosil bo'ladi 16x kvadrat. Uni o'tkazsak minus 56x. Bu ifodamizni o'tkazadigan bo'lsak plus 48 tengga 0 ga. Biz bu ifodamizni 8 ga bo'lib olsak 2x ning kvadrati minus 7x plus 6 tengga 0 ga. Shunda biz buni vid bilan ko'paytirib etsak x ning kvadrati minus 6x minus x plus 6 tengga 0 ga. 2x dan olib chiqadigan bo'lsak 2x dan olib chiqadigan bo'lsak x minus 3 mana bu ifodamizdan olib chiqdim. Endi bu ifodamizni olib chiqadigan bo'lsa minus 1 olib chiqaman. X minus mana bu yerda hozir nimadir xato qildimda shu. Mana bu 7 adashib ketibman-ku. Mana bu joyda adashib ketish bor. Mana bu yerda adashibman. Mana bu narsamiz vid bilan ko'paytiradigan bo'lsak, ko'paytmasi 12 qo'shilmasi minus 7 edi, adashib ketibman. Buni minus 4x minus 3x qilsam plus 6 tengga 0. Shunda 2x dan olib chiqadigan bo'lsam x minus 2 qoladi. Minus 3 olib chiqadigan bo'lsam x minus 2 qoladi. Endi ikkalasida bor ifodani olib chiqadigan bo'lsam mana bu ikkalasi ham bor ifoda. Bularni olib chiqadigan bo'lsam x minus 2 2x minus 3 tengga 0 ga. Shunda x ni topadigan bo'lsak ximiz teng 2. Ximiz teng ekan 3 taqsim 2. Mana biz tenglamani barcha yechimlarini topdik. Xlarning barcha qiymatlarini topdik. Bizda ximiz mana bu 0 ga, 2 ga, 3 taqsim 2 ga teng ekan. Bizda shartida nima deyapti? Bizda shartida yig'indisini toping deyapti. Yig'indisini toping deyotgani uchun men mana bu yerdan yozib ketaman. 0 plus 2 plus 3 taqsim 2 teng bo'ladi. Mana bunga 2 mahrij bersam 4 plus 3 ga 3 taqsim 2 ga. Mana bunimiz teng bo'ladi 7 ga. Shuni bardan yozib ketaman. Buni hamma bilsa kerak 7 ga. Mana bu tenglamaning ildizlari yig'indisi. Mana bizda D javob.